Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Sog'lom hayot programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arishin Ediqot. Hammalar bilgandek, zaharli chekimlik degan vaqtimizda tor ko'chalarda va qorong'uq uylarda o'qul va yoki har xil shaklda zahar chekayotgan, qiynayotgan yoshlarimiz, qarindoshlarimiz ko'z oldimizga keladi. Va zaharli chekimlikka ko'nib qolgan qarindoshlarimizningki ziyarət çekim günü qoyğan insanlarınki özünü və ailəsini tamamen nabud qılğanlığı, yox qılğanlığını anlayan və bəzənlərimiz köygən buluşumuz mümkün. Və bu zəhərli çekimlik deyən nima? Və bu zəhərli çekimlikdən qandaq qutulumuz və qızıqıb qalğanlar bunun qanaq qilish kerak deyəndək məsələlərini bugünkü proqramda deyişimiz. Və bugünkü proqramımızğa Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi o'qituvchisi doktor Namatjon Mehmet efendimle bugünkü program təklif qıldıq. Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz, ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Sizim ko'rgan bo'lishingiz mumkin, bundan bir qancha hafta burun bizning Uyg'urlar ichidagi zahar ko'nib qolgan yoshlarimiz to'g'risida bir kichik bir video ishlagan. Undan keyin Ashaninki boshqaruvchisi, ya'ni zahar tashatquzish kichik markazidagi mas'ul bo'lgan qarindoshimiz bilan ziyorat qildik. Aşkı jarayonda sizin bu sözünüz ağantık vaqtimizdan aşı vaqt ko'rgandikki, shu yoshlarimizni hozirmi chekayotgan yoshlarimizni borlig'ini va hozirmi shu yo'lga kirishga tamishlayotgan yoshlarimizningki borlig'ini va bundan keyin yo'lga kirish qilish ehtimolini borlig'ini anglagan bo'ldik, ammo videoga ba'ziga qo'yolmagan bo'ldik. Unda shu zaharli chekimlik degan vaqtimizda nimalarni o'z ichiga oladi? Shuni bizga tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bayağı siz deb o'tiblikandek hozir shu bizningki bolalar, yosh bolalarning ichida shu zaharli chekimlikka ko'nib qolgan tashlayotganlar bor. Alloh xildi. Bu hammalarniki o'ylash tegishlik va shuni qatorib ota-onalarning hamma salayotgan cho'ng masalalarga biri aylanib qoldi hozir. Hozir bizning başımız kelgan kunma yetib eshib qoldi. Hozir bu o'lməkdən təbəyə təhmək deyəndəklər bu iş yüz beryotidi. Albatta bizim bir ata-ona bo'lish sifatimiz bilan bunda ahvol har qanday odamni, har qanday bir ota-ona qo'rqitadi, cho'chitadi. Bugun bu temada ham shu zaharli chekimlik to'g'risida qisqa bir program ishlashni qaror qilsam, menimcha intayin bir yaxshi program bo'ldi deb o'ylayman. Chunki yoshlar olsun, ota-onalar olsun, az to'la ipuçunu bərsək bəlkə azraq olsun faydalanıb qalsa əcəb emas. Həm zəhərli çekimlik degan vaqtimizda hammalarningki ko'ziniga keldig'ini bo'lib shu atrofimizda olsun, vatanda olsun yoki bo'lmasa shu har qaysi ijtimoiy tarmoqlarda yoki televizorda ko'rib turib atqandek shu zaharli chekimlik degan vaqtimda asosan shu heroin va nishini ko'z tutadi. Hem zəhərli chekimlik nima degan vaqtimizda zəhərli chekimlik degan vaqtimizda deyimiz shu g'idiqlash va xuma qilish xususiyatiga ega bo'lgan qonunliq va qonunsiz moddalarni ko'rsatadi. Nima uchun bu yerda qonunliq va qonunsiz modda deb ataymiz degan vaqtimizda har qaysi davlatlarniki qonuniga asosan ba'zan zəhərli chekimliklar qonunliq hisoblanadi, ba'zan chekimlik qonunsiz hisoblanadi. Davlatlarning qonuniga asosan o'xshashmaydi. Hem bunun da en töveni şu zəhərli çekimlerin içinde en köp kullanılan tamaka. En kiçik şu. Lakin şu tamakımız zəhərli çekimlikten içinde bir tür. Asasen nurgulagan devletler bu kanunluk çekimlik qatarı kirdi. Hem kanunsuz tamaka zəhərli çekimlik degan vaqtimizda en köp kullanılanların işi birisi şu nişe, ondan keyin apyon ve heroin. Bular shu nish bilan heroinniki ishlatilishi yoki boshqalar tarafidan iste'mol qilishi intayin keng. Rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten biz zahar degan vaqtimizda shu ko'zimizga eng qabih usullarla mamimizni cheklangan deblam qilamiz ekan. Siz degandek davlat chekishga ma'qul bo'lgan. Masalan, men anglagan nima ko'raylik, doktorxonalardami ba'zan zaharlarni ishlatib olgandim. Shu to'g'rimi acaba? Albatta, nurg'unlagan zaharlik chekimlik deb bildigan narsani ko'pincha doktorxonada masalan shu ig'ir kasalliklarniki
og'riqni pasaytish yoki og'riqni his qildirmaslik uchun qo'llanadi. Masalan, morfin deymiz. Morfinmi shu zaharli chekimlikning birisi, shuni ishlatadiganlar bor. Lekin morfin doktorxonada intayin keng ishlatadigan shu moddalarning biri. Nima uchun deganchada shu bo'libmi o'simlik kasallik yoki rak kasalliklarniki og'riq bosqichi berib qolganlarniki shu og'rish darsi yuqorilab ketgan vaqtda yoki bo'lmasam shu ba'zan shu so'nggi kasalliklar yoki og'riqliq darsi intayin yuqori bo'lgan kasalliklarda shu og'riqni pasaytirish uchun shu morfinni ishlatadi. Albatta bu dorilarning hammasi yoki moddalarning hammasi doktorniki yoki maxsus doktorlarniki yezib berishi va kontrollik ostida bo'ldi. Albatta bu dorilarni har qanday bir odamniki normal dorixonalardan elishi mumkin emas. Hatta ba'zanlar shu bir qism davlatlarda shuni ko'rib qolganlar albatta qonun tuzumidagi ching bo'lmasligi sababidan shu dorixonalarni yoki tunish doktorlarniki yoki axloqsiz doktorlarniki yezib berishi orqali buni ishlatganlar bor. Shunlashqa ham shu har qanday bir moddaniki ishlatishi kontrol ostida yoki muvofiq miqdorda ilib berilsa, albatta uniki insonga nisbatan ozroq foydasi bo'lishi mumkin. Ammo kontrol ostida bo'lmagan yoki o'zi bilgan shaklda miqdorni ko'p olgan vaqtda buni huquq bo'lib qoldi. Undan keyin doim uni ishlatishga majbur bo'lib qolganlar. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Abay deb o'tgan zaharlarimiz ichida qaysi eng tez xumor qildi, qaysi asta xumor qildi? Endi tamom shu zaharli ichimlikning ichida qonunliq zaharli ichimlik deb ayrilganlar birisi shu tamaka. Albatta tamaka xumor qilganlarning ichiga biroz tuvan darajada hisoblanadi. Albatta shu tamaka chekadigan atrofimizda bilishlar bor, lekin shularniki tamaka tashlashi intayin tez. O'ziga ziyonliqni bilib turdi. Hatto doktorlarniki tamaka cheksa bo'lmaydiganligini deb to'sib chekadiganlar bor. Demak, shu eng to'g'ri shu. Hamda eng yuqori bo'lgan chog'da shu heroin hozirgi xalqning ichida yoki boshqalarning ichida ko'p iste'mol qilgan zaharli ichimlik, qonunsiz zaharli ichimlik hisoblanadi heroin. Heroinniki shu xumor qilish darajasi boshqa zaharli ichimliklarga qaraganda, masalan, nishiga solishtirgan chog'da eng yuqori hisoblanadi. Mandaqcha aytganda shu heroin, undan keyin opium, shu morfinlarniki xumor qilish darajasi boshqa zaharli ichimliklarga qaraganda intayin yuqori. Rahmet Allah razı olsun. Şu zehir çekki adamda qandaq alametler görüldü. Mesela biz bulup şu muhaciretçilikte etrafımızdaki bulup Türkiye'de hukukçuluk hayatımız etrafımızda gördük. Kiçik turuplam tamaşa gidilen insanlarını gördük. Şu tuluksuzluğum tamakin başlaydıkken etraftaki insanlarım artık yapmaydıkken. Hatta bazıları da çoğunluğuyla oturup tamaşa çıkıştıgan işler buldukken. Endi mesela başka zehirlerde yoki shu tamakida bo'lsin, chekkan insonlarda qanday alomatlar ko'rildi? Bu yerda masalan tamakini eng ko'p iste'mol qilgan chekimliklarning biri. Endi bu tamak chekkan odamlarni ko'pinchamiz qarab bilalaymiz, chunki chekadiganlar intayin ko'p. Bularning birinchisi yana kelgan chog'da tamak puraydigan. Gap qanchalar his qila olamiz, tamakni biz puraydi. Buni ko'pincha odam qiladi. Endi meyada shu sal ig'ir bo'lgan yoki bo'lmasa qonunsiz zaharli chekimlik to'g'risida to'xtalsak bekrak muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bularning ichida nisha Turkiyada yoki boshqa davlatlarda eng ko'p iste'mol qilingan zaharli chekimliklar. Undan keyin shu opium yoki heroin. Endi meniki bilganimda shu bizniki yosh bolalarning ko'nib qolganim shu heroin bilan nisha ko'proq ekan iste'mol qilgan ichida. Yani bular qandaq alomatlar bo'ldi yoki qandaq uqul bo'ldi degan vaqtimizda bularniki shu chiroyda, harakatlarda, psixikasida har xil o'zgarishlar bo'ldi. Albatta buni muqimlashtirish uchun doktorxonaga borib nima qilish kerak? Sinaq qilish kerak. Sinaq qilgan vaqtimizda o'z qandaq chekimni chekkanini yoki qanday darajada bo'ldi. Lekin shu odamniki chiroyiga, harakatlariga, psixik o'zgarishga qarabmi, uniki shu zaharli chekimlik chekayotganlik bo'ldi. Uniki eng ko'rinarli alomatlardan birisi shu ko'zidan ifodalanadi. Masalan, qarablam shu chekimlik chekayotganning qanchalik darajada chekayotganligini, xumaning qancha darajada asosan taxmin qilish mumkin. Chunki ko'zlarniki shu qizarib ketishi yoki ko'zlarniki
rengideki özgürlük için asasen bu kaçan qarasam şu zərli çekim çekkenler qarasam közünün bir xil xumalık turdu. Onundaki asasen közünün ki etrafı kısılık yüz berdi. Yak gözlerine kızarıp kitiş ahvalı. İkincisi de şu yani tuğsuz uruqlap kitiş. Bunun köpüncesi ba'zilardayken şu neşchikka minib ketganlar bek chiqqan deb. Bu az bir qismlar. Endi neşchikka vaqtda ishdan ajratgan shunlar bek minib ketdi deyilgan. Bu benim yüz vermeydi. Ondan keyin şu qanunsuz zərli chekimning hammasi asosan qimmat oldu. Qimmat olganligi uchun buni elishimizda tez. Unda onu qanday oldu degan chog'da ko'pincha topgan pulning hammasiga zərli chekimlik oldi. Ondan keyin yetarlik uzunluq alınmaydı. Tamaqlam yemaydi. Bundan sonraki yoki ishlayot puli yoki bo'lmasa iqtisodiy yaxshi bo'lmasi sababidan uzuqlanmaydi, tizlam urug'lab ketadigan ahvollar yuz berdi. Undan boshqa shu rengi o'zgarib ketishi. Undan keyin chiroyiga bir narsa chiqib ketishi. Masalan, dang'o'rikdek bir narsa chiqib ketishi, undan keyin yuzga har xil sepkuldek bir narsani chiqib ketishi. Bunday ahvollarni yuz berdi. Undan boshqa shu shaxsiy tasdiqdan muhvog' bo'ldi. Onun ko'pinchisi shu zərli chekimlik qilgandan keyin shaxsiy tasdiqqa diqqat qilmaydi. Qarasam chochlari izbes, yumg'an, soqollari o'sib ketgan, undagi kiyim-kechaklarga bek diqqat qilmagan ahvollar yuz berdi. Undan boshqa ahvollarning birisi shu harakatlarda izbeslik, benormallik yuz berdi. Buningda harakatlar degan vaqtimizda shu shubhalanarli harakatlar, tuyg'usiz yo'qolib ketadigan o'ydan kechishlar bor. Undan keyin ama şu hali yani izleydiğin. Çünkü zərli çekimliklerin emniyeti çekil olmaydı, şekil olmaydı. Şu başka saqçalarını kömeydiğin, başkalarını kömeydiğin, hizmet çekilip ketken bina, onunki adam kömeydiğin, körükünün aslında diyendek yerlerini istep tutuldu. Şu başka şu hareketlerini intayın binormal yani kögül oldu. Ondaki şu mesuliyet karışımı bekliyordu. Mesela okuvchi olsa o'quvchilarniki mas'uliyati maktab berish, dars qatnashish. Ondan keyin shu ishlar orqali bo'lsa xizmat qatnash. Buni qaragan bo'lsak, shu o'quvchilarniki o'qish mas'uliyati bor. Yo'lda dars qatnashmaydigan. Ondan keyin darsga dars bergan topshiriqlarni ishlamaydigan. Ondan keyin shu xizmat ishlar orqali bo'lsa, xizmatni astarlik qilmaydigan yoki bo'lmasa xizmatni vaqtida qilmaydigan. Degan ahvollarni yuz berdi. Ondan boshqa shu iqtisodiy qiyinchiliklar eng chong masalalardan birisi. Bu ayağıma kısa ötüp kettim. Şu qanunsuz zərli çekimlik hammasi lavol uchun qanday qildi desam shu iqtisodiy qiyinchilik sababidan shu uydagi narsalarni sotadigan. Analarniki qimmatli buyumlar yoki pulga yaraydigan narsalarni sotadigan. U bo'lmagancha uydagi hatto televizor pulga yaraydigan hammasi asosan sotadigan ahvollar yuz berdi. Oxiratda o'g'irlikqa yuz berdi. Uydagi narsalarni hammasi tutgan chog'da sirtiga yüzlanib chiqadi. Yanchukchilik qiladigan, o'g'irlik qiladigan ahvollarmi borgan sari eshib bordi. Bular shu heroin chekadigan yoki biroz ba'zi qimmat bo'lgan zərli chekimlar ko'rib qolganlar. Undan boshqa amal qilmadi desam, shu psixik jihatdan tushib kelishadigan, o'zini tuvan ko'rgan ahvollarni eshib bordi. O'ziga ishonmaydigan, atrofidagi yaqin o'tadiganlarga burunqidek alishib o'tmaydigan, o'zini ib qochadigan. Onadaki özünü tüven ko'radigan, pes ko'radigan ahvollarmi borgan sari eshib bordi. Bu endi psixikadagi ko'rinarli alomatlar. Undan boshqa shu xarakterning tez o'zgarib ketishi, mijozni o'zgarib ketishi, boshqalar o'ng deb qo'ysa u ta'tir javob beradigan, ishtiq ochlaydigan, uniki tersalik qiladigan, boshqalarni urishadigan bunday ahvollar yuz berdi. Undan keyin shu ishdan qilish ahvolimi intayin yuqori. Shu zərli çekimlik chekkanlarni bular heroinga o'xshash xuma qilish nemisi shukur bo'lgan zərli çekim chekkanlarniki shu ishdan chiqish ehtimoli intayin chong. Chunki ishni yaxshi qilmaydi, undan keyin doim ishga chiqib qoldi yoki ishlayotgan vaqtda uxlab qoladigan ahvollarimiz yuz berdi. Bu sababdan ishdan chiqarilgan yuz berdi. Undan keyin shu to'g'ri qaror bermaslik. Her qanday bir ishda hayotlikning hammasida har kuni biz har qanday bir qaror berishimiz kerak. Qaror bergan chog'da shu to'g'ri qarorni berolmaydigan ahvollar yuz berdi. Undan keyin shu ziddiyatning kuchayishiga sabab bo'ldi. Oila ichida shunday.
Çünkü her qanday bir ata-ana yoki bir urug' tuqqan bo'lsin, do'stya birodarlar bo'lsin, o'ziniki yaqinlarniki zərli chekimlik chekish orqali vayron bo'lib ketishini xohlamaydi. Bunday bo'lgandan keyin zərli chekimlik chekayotganlarga qarshilik ko'rsatadigan, qilayotgan ishini xato bo'lganini deb tursinmi, buni ular qarshilashgan, ziddiyatlashgan, cho'nglar bilan urushadigan. Hatto vatanda biz anglagan shu Xirvonga quma bo'lib qolganlar ata-onasi bo'lgan hurmatim qolmaydi. Ata-onasi hatto uradigan pulni elish maqsadida. Yani do'st, yaqinlar degan boshqa bir masala. O'zining ota-onasiga shunday harakat qilgan ahvollarni bag'ansa ish bordi. Yani buning mushun alomat hammasi ko'p vaqtimizda yoki bularning hammasi ayni vaqtda o'xshash vaqt yuz bermasligi mumkin. Bir qancha yuz bergan vaqtda biz uning tamoman gumon qiluvdi. Uning zərli chekimlik chekayotganligini. Rahmet Allah razı olsun. Hazır degan mush alomatlaringiz shu zar chekayotgan insonlarni ko'rayotgan aşılarda bulduğun ziyalıları da bilsek bulamdı acaba? Ziyalıları elbette bununki Bunun başka ziyalıları alametleri var mı ya? elbette bundan başka nurgulgan ziyalılar var. Bununki en çok ziyalılarınki birisi şu sağlamlık cihetdeki yoki salomatlik cihetdeki ziyalıları. Salomatlik cihet ziyalılar degan vaqtimizda shu psixik cihetga har xil benormallik yuz berdi. Onundan keyin ba'zan yuqumli kasalliklarniki paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bular shu tomoq chekkanlarda yoki zərli chekimlik chekilgan vaqtda dastlabki vaqtda shu boshlanishda chekish yoki purashdan boshlaydi. Chekish usuli qaraydigan bo'lsak, bag'ans bu ig'irlashgandan keyin chekish va purash buniki xumorni qondirmagan vaqtda uni ukol qilib ishlash ahvollar bor. Bular bu xroinni belkidan tumo orqali urdi. Bu tumo orqali urgan vaqtda nurg'ulg'an davlatlarda bu qonunsuz modda bo'lganligi uchun buni shprisni xohlagan vaqtda xohlagan yerdan ololmaydi. Chunki shpris ko'pincha davlatlarda faqat shu doktorxonalarda, klinikda yoki bo'lmasa doktorniki yezib bergan qog'ozga asosan dorixonalardan og'il bo'ldi. Shunlashib bu shprisni ular bir deb bo'lsa, undan keyin bu o'xshash shprisni qo'llangan ahvollar bo'ldi. Mesela bir odamda yoki shu zərli chekimlikdan chekkan bir yuqumli kasal bo'lib qolsa, masalan, bir jigar yog'lig'i deymiz yoki AIDS deymiz. Uniki o'xshash shprisni yoki boshqa odam yana ishlatsa, uni yuqum qilish ehtimoli intayin cho'ng. Bular shu zərli chekimlik chekkanlar uchun bular shu tomodan jin orqali urdiganlarniki AIDS bo'lib qolganlarniki nisbati intayin yuqori. Shu dunyo qaraydigan bo'lsak, hozir AIDSni shunday ayroqlar. Şu AIDS'ninki şu asasen şu olmuşniki sebepten birisi şu zehirli çimçiklerninki hiçbirisine ortak işletiş değil. Bu intayın ehir meselelerinki birisi. Ortak şu hiçbirisi kullanılan zehirli çimçiklerinin içinde. Onun başka şu bağlantıları başka şu yoğunluk kesinlikle kim sebep oldu. Mesela bunların ilk birisi de şu sekte, ondaki krak kesinlikle, ülk kesinlikleri, nefes yolu sistemi münasebetli kesinlikle. Onundan keyin shu eng muhim bo'lgan narsa bayon deb o'tgandek bir qism shu qon orqali yuqadigan yuqumli kasalliklar. Ko'pincha shu salomatlik jihatdan yuz beradigan ziyonlardan birisi. Endi iqtisodiy jihatdan bayon ozroq qisqa o'tib ketdik. Albatta bu o'zininkilar emas, oilasiga iqtisodni vayron qiladi. Uniki ijtimoiy jihatdan albatta o'ziga ham ketmaydi bu, faqat şu yaşayotgan mahallaga boshqa yosh bolalarga ta'sir ko'rsatadi. Undan keyin boshqa yosh bolalarga nachar ulgu bo'lgan yoki boshqa yosh bolalarga ta'sir ko'rsatadigan shu jamiyatdagi yashayotgan o'xshash millatdagi yo boshqalarniki shu zaharli chekimlik chekishiga sabab bo'lib qolgan ahvollar bo'ldi. Ya'ni buni ziynini deydigan bo'lsak, 2 soat yetmaydi. Bu necis nərsini, bu insanın ailəni özünü tüyütüdüğən bir cəmiyyətini, məzən bir dövlətini yoxdurtaydıgan şunda bir necis nərsinin qutuluş üçün qanda bir işletiş gerek. Məsələn, hazır pulu var insan deyil, pulu yox insan deyil. Məsələn, hər tərəfdən bu qalğan əhvalda məsələn, meyli bay, meyli namrat, ikili tərəfdən zəhərə günəb qapdı. İkisi qandaq qısa, özünün halı turub bu zəhərdən qutulub ketalaydı. Şunda bəgəməsiniz. Elbette bu her qanday bir zəhərli çekimlikdə qanunluq olsun, qanunsuz olsun, bunun qutuluş yolları köp. Faqat
birinchi qadam yoki birinchi bosqich bunga cho'qim o'zi qaror qilish kerak. Agar u zərli chekim chekayotganlar o'zi qaror qilmasa, har qanday bir yo'l hech qanday ishga yaramaydi. Tamaki ham shundoq. Eng oddiy qilib aytsak, mush tamaki chekayotganlarmi oldi bilan men tamakini tashlayman deb o'zi qaror qilsa, undan qutulaydi. Agar uni qaror qilmasa, onundan dori yesin yoki doktorxonaga berib, doktorlarniki yordamini olsin, yana o'xshash ishlar yana boshlaydi. Şunlaşkı bunun birinci qismi cho'qim o'zi mush tamakidan men qutulaman yoki zərli chekimlikdan qutulaman deb qaror qilish kerak. Endi ikkinchi bosqichda boshlagandan keyin ya qaror qilgandan keyingi mezgillar intayin tas, ig'ir. Bularning birinchisi nima desam, buni yana g'idiqlaydigan yoki buningki qaytadan chekishga sabab bo'lgan omillar to'xtamay uni yana bir yerdan zo'laydi. Tamaki chekis keladi, undan keyin bu sabablardan intayin mijozniki kuchlishi, boshqalar bilan tortishadigan, uy ichida tarsoqliklar ishlar texmi qilish. Bunday vaqtida shu atrofdagilarga yordami yana muhim. Shunlashqa shu tamak zərli chekim tashlaydigan boshlagandan keyin oilasi cho'qim buniki mumkin bo'lsa, qanday qilib yordam qilish to'g'risida ma'lumot olgandan keyin cho'qim uni yordam qilish kerak. Üçüncü bosqichda muhim nuqtalarniki birisi shu zərli chekimni chekadigan muhitni mumkin bo'lsa yaratilish kerak. Masalan, burun zərli chekim chekadigan do'stlar hammasi bir-birini asosan tanıydi. Chunki bu tamaki nereden aldı, qayerda chekidi, agar birisi olmasa yana birisiga bor. Bu vaqt o'rtaq chekadiganlar bor. Shunday vaqtida dosya, bu zərli chekadigan do'stlardan cho'qim uzoqlash kerak, aloqa tamoman uzitish kerak. Agar kerak bo'lib qolsa, hatto shu mahalladan ko'chib ketishim bo'ladi. Tamamen telefon numarini almashtirib, hech kim demay bir mezgil u muhitdan ayrilish kerak. Ondan boshqa shu tamakini tashlab bo'lgandan keyingi bosqich bor. Tashlab bo'lgandan keyin yana bir mezgil, yana buniki xumaranchimiz tutgan yoki ichib pishib qolgan chog'da yoki turmush har xil qiyinchiliklar sababidan yana ashunga zo'laydigan ahvollar yuz berdi. Bunday ahvollarda qanday qilamiz degan vaqtda, ya'ni hech qanday aloqamiz bo'lmagan shu insonlarniki boyaga bormaslik kerak. Chunki ular ko'rgan vaqtimizla biz tamaki chekkan chog'da tamaki chekkan vaqtda tanishgan do'stlarimiz ko'rgan vaqtda yana u tamaki chekishimizniki qaytadan istigini qo'zg'aydigan ahvollar bu. Shunlashqa bunda insonlardan cho'qim uzoqlash kerak. Undan keyin mushunda tamaki chekishni yana tekrar qo'zg'ab g'idiqlaydigan har qanday omil bo'lib qolsa, bundan uzoqlash kerak. Eng oxirida mumkin bo'lib qolsa, shu ruh kasalliklar doktoriniki yordamini olsin tamom olindi. Ruh kasalliklar doktorimi albatta buniki maxsus mutaxassislar bor hozir. Ular qanday yetaklash, qanday dorilarni berish ahvoliga qarab turib kontrol ostida qiladi. Bu muhim. Lekin eng muhimi har qanday zərli chekimlik chekadiganlarniki tashlashlik eng muhim narsa yana o'zi cho'qim irodalik bo'lish kerak. O'z iroda kelsa, asosan bu tamakdan qutulish tamoman mumkin. Chunki bu to'g'risida oldin qatim sizmi shu tamak chekkan, tamak tashlagan bolalar bilan sizlar suhbat qilsizlar. Men burun shu tamak chekkan, zərli chekim chekkanlardan bir qancha tadqiqotlar yoki bo'lmasa shu tarbiyalash ilib borgan. Bunun içinde en mühim terbiyeleşten birisi hazır dünya boyunca umumimizdeki tam tuşlar terbiyesi deb bir terbiye var. Tam tuşlar terbiyesi intayin mühim. Çünkü bu zərli çekkenlerinin ko'pinchasini so'raydigan bo'lsak, nima uchun sen bunu boshlagan desa, %95 niki asosan shu %95% atrofidagi tamaki chekkenlarning ko'pinchasi shu atrofidagi tam tuşlarning ta'siri sabab chekadi. Şunlaşqa shu tantuşlarniki shu tarbiyasi, undan keyin tantuşlar bir-biriga qanday yordam qilish, agar shunday bo'lib qolsa, qanday qilishni cho'qim bildirish kerak. Undan keyin shu zərli chekimni sotadiganlar bor. Bunun bu lafını zərli chekimlar sotadiganlarning markazi bir taraf qilish kerak. Har qanday davlatda buni qarshi turdi. Daim bularniki keynidan surishtirib yurgan piydogan saqchilar bor. Bunday vaqtda bunun manbasi kesilse, xumar tutqandan alınmaydigan holatga qolsa, albatta bunun va shunlashqa shu tamak chekkan qarindoshlarimizga bo'lgan bir yordam bo'lib qoldi. Shunday chekkanlarni cho'qim saqchi xabar qilish kerak.
Qanday yat setyapti, nä setyapti. Hiç bo'lmasa shularni satqıçlarniki bir mətməz kesilsə, yəni başqa qarindaşlarımızın çıxışını alınağılındı və heç bo'lmagan chog'da boshqa qarindoshlarimiz ziyankesh uchrishniki tamoman aldanishga sabab bo'ldi. Shunlashqa meniki eng oxirida deydigan tavsiyam o'sha qarindoshlarga bular yosh bolalarimiz hozir chiqayotgan yosh bolalarimiz borkan bizniki hozirgi ahvolimizni deyishni yo'q hammamiz yashayapmiz kundan kunga bu ahvol og'irlashyapti. Hech bo'lmasa shuni o'ylab qo'ysimi millatning yukini ushlamasaqmi millatga yuk bo'lmasa. Chunki bu zaharli chekim chekkanlik bir oilalar yuk emas, bir millatga yuk. Chunki bu yaxshi bir ahvol emas. Chunki bu yosh bolalar hammani bilamiz kelgusidagi egisi. Agar bu yosh bolalar mushundaq o'qilan ish bilan nobud bo'lib ketib qolsa, kelgusimizda bizniki zaten hozirgi mushu nüfusumuzning ozligi, hozirgi ahvollarning kundan kun eg'irlashib ketishi mushu kelgusi nüfusga taqlib boradi. Shunlashqa mushu yosh bolalar ko'paysa to'y qilish yesi kelgan. Undan keyin shu avlod yetishtirgan beshi kelgan qarindoshimiz. Shunlashqa mushu o'zlam o'ylamay, cho'qim mushu jamiyatni, millat o'ylab, mushuni o'zimi o'ylasa cho'qim meningcha bir vijdonim bir yana echtir deb o'ylayman. Shunlashqa shunga cho'qim qat'iy qaror kelib tashlasak, agar ehtiyoji bo'lib qolsa atrofda qarindoshlar baqa cho'qim yordam qiladi, yordam qilyotidi. Hammamizniki qo'limiz ko'ksimizda qanday yordam bo'lsa bizmi agar tashlayimizga qarindoshlar qolsa cho'qim qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz deb o'ylayman. Alloh barliq qarindoshlarimizni mushunday nechiz askına zəhərlik çirkinliklərdən uzaq qilsin. Barliq qarindoshlarimiz cho'qim mushundan narsalardan uzoq tursin. O'zlam uzoq tursin, boshqa qarindoshlarimizni cho'qim bunday ikkamisin. Chunki mening oldin qatam paranglashgan vaqtimizda ko'pincha bir-birini so'rab kelgan ahvollar bor. Bu intayin ichinishli ahvol. Bu bir-birimizni zəhərləsək bo'lmaydi. Agar o'zimiz zəhərləsək, boshqalarning zəhərlashini oldini olishimiz kerak. Rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten bugünkü bu qilgan programımız yoshlarimiz qilgan bir ders bo'ldi va mushu zəhərlik buyumlarga mesela tamakidan tortib ash narsa qiziqayotgan insonlarninki keyingi bir qadam chekinishga bir foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman ma'lum. Allah razı olsun. Sizlarga ko'p rahmat. Bugünkü programımız müşahede bo'ldi. Ma'lumga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hakikaten mushu zəhərli chekimlik hozirgi şu dünyanın hem yerde hem de illaki bir milletke bir insanlar artık hoşku bulmaydı. Dünyanın her kaysı caylarda şu yine cemiyet çıkan yaşlarımızda köpünce yüz bölünen iş. Şunlaşka o kademge kirip kalan adam hayatının ahırgıca ya ki hayatının yerimigıca hayatını tügeştirilip andan özünün aklını tip kep boğuca hayatın yerimi tügep nima qilishini bilmay qiladigan ishlar yuz berish mumkin. Shuning uchun bugun qilgan programmamiz Alloh xolsa jamiyat chiqqan qarindoshlarimizniki mushu yomon yo'llarga kirib qolgan qarindoshlarimizniki mushuni tashlash uchun bir sabab bo'lar inshaalloh Alloh xolsa. Ekran oldida ko'rganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Unda bo'lsa kelasi program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.